Mana ishlab turgan basseynimizning holati. Bu basseynimizning budjetli holatda filtratsiya tizimini o'rnatganmiz. Bu bizada skimmer moslamasi. Skimmer o'ziga basseyn ustidagi barcha chang qatlamini qabul qiladi. Filtrda обработка bo'lib, shu forsunkadan yana basseynga qaytib chiqadi. Va shu holatda basseynda filtratsiya jarayoni amalga oshiriladi. Filtratsiya tizimini shu xonadonni podol qismida o'rnatganmiz, ya'ni timer o'rnatganmiz. Timer bemalol shu filtratsiya tizimini o'zi boshqaradi. Nasos va qumda ishlaydigan filtr moslamasini o'rnatganmiz. E'tibor bersangiz bo'ladi, hozir bu basseynda pilisos jarayoni amalga oshirilyapti. Basseynda maxsus pilisos moslamasi orqali basseyn tagidagi barcha cho'kindilarni, kirlarni shu holatda bemalol tozalab olsa bo'ladi. Hozir bu basseynda pilisos holati bo'ldi. Filtrda qumlar chayildi va basseynga kerakli dori vositalar solinyapti. Bu basseynni o'zimiz 2020-yilda boshqa rekonstruksiya qilib berganmiz va shu kungacha shu basseynni chiroyli holatda nazorat qilib boryapmiz.